Assalomu alaykum. Qadrli Vodiylik dehqon bola kanali a'zolari. Xudo xolasa bugun 31-mart. Kartoshkalarimizga navbatdagi traktor bilan ishlov berishni boshladik. Kartoshkalarimiz xudo xolasa mana ko'rib turganlaringdek ancha ko'rinib qoldi. Xo'p, traktorda nima ishlar qilinyapti? Parovoy chizil qildiryapmiz. Bir marta o'tatib chiqdik kartoshkalarni alohida qo'lda. Endi agatida parovoy chizilni yurgizyapmiz. Ya'ni har bitta agatga balon solib tepalatib chiqyapmiz. Holati yaxshi. Xudo xolasa dori solishga tayyorgarlik. Keyingi etapidagi ishlov albatta dori solish bo'ladi. Bugun sizlarga ulashmoqchi bo'lgan videoyim shundan iborat edi. E'tiborlaring uchun rahmat. Ishlov tugasa, mana u burchakda Xudo xolasa odam bilan qo'lda ishlov beryapmiz. Dalshi davom etadi. Traktor bugun shu 10 gektarda yurib tugataman deyapti. Keyin boshqa yoqqa o'tar ekan, Xudo xolasa. Inshaalloh tugatib beradi. Hop, vodiylik dehqon bola kanalini kuzatishda davom eting. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.